Assalomu alaykum, hurmatli yurtdoshlar. Bugungi briefingda Gullan tumanida o'zboshimchalik bilan egallab olingan yer uchastkalari hamda ularga qurilgan bino inshootlar xatlardan o'tkazish, ularni amalga oshirilayotgan chora-tadbirlar va erishilgan natijalar haqida ma'lumot beramiz. Hurmatli fuqarolar, davlatimiz rahbarining tegishli farmon va qarorlari asosida fuqarolarning yer va mulk huquqlarini qonuniy rasmiylashtirish, kadastr ma'lumotlarini to'liq shakllantirish hamda yer munosabatlarida ochiq va shaffoflikni ta'minlash maqsadida respublika bo'ylab keng ko'lamli xatlov ishlari amalga oshirilmoqda. Xususan, Gullan tumanida bugungi kunda jami 48 ta mahalla fuqarolar yig'ini mavjud bo'lib, kadastr agentligi tomonidan tasdiqlangan reja grafikka muvofiq 2026-yilda 12 ta mahalla xatlov ishlari amalga oshirish belgilangan. Mazkur jarayonda tumanimizda 27 ta malakali mutaxassis jalb qilingan bo'lib, ular zamonaviy geodezik uskunalar va axborot texnologiyalaridan foydalangan holda xatlov ishlari belgilangan tartibda olib borilmoqda. Xatlov natijalariga ko'ra, bugungi kunga qadar Gullan tumani bo'yicha 9902 ta obyekt to'liq xatlovdan o'tkazildi. Shundan 4542 ta obyekt e'tirof axborot tizimiga kiritilgan. Bugungi kunda e'tirof axborot tizimiga kiritilgan obyektlar quyidagi bosqichlarda ko'rib chiqilmoqda. 436 ta obyekt jamoatchilik muhokamasiga e'lon qilingan, 270 ta obyekt adliya organlari tomonidan huquqiy ekspertizadan o'tkazilmoqda. 1183 ta obyekt bo'yicha hujjatlarni rasmiylashtirish va tahrirlash ishlari davom etilmoqda. 574 ta obyekt bo'yicha qonunchilikda belgilangan to'lovlar amalga oshirilish jarayoni kutilmoqda. 1230 ta obyekt bo'yicha esa mulk huquqi qonuniy ravishda e'tirof etilyapti. Ayni vaqtda Gullan tumanimizning Ziyakar mahallasi fuqarolar yig'inida ishlar jadallik bilan olib borilmoqda. Shuningdek, tumanimizdagi Do'stlik muhiti xatlov ishlari dastlabki reja grafikka asosan 2026-yil yanvar oyida rejalashtirilgan. Xatlov jarayonlari boshlash rejalashtirilgan edi, biroq O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2014-yil 4-martdagi shaharchalar, qishloq va ovullarning mahallalarini tuzish, birlashtirish, bo'lish va tugatish, shuningdek ularning chegaralarini belgilash va o'zgartirish, ularga nom berish, ularning nomini o'zgartirish tartibi to'g'risidagi nizomni tasdiqlash haqidagi 48-sonli qaroriga asosan hamda xalq deputatlari viloyat kengashi qarori tumanimizdagi 2 ta mahalla bo'lish va birlashtirish orqali optimallashtirish ishlari amalga oshirildi. Shu munosabat bilan mazkur mahallalarda xatlov ishlari belgilangan reja grafikda ma'lum muddatga kechiktirildi. Ayni paytda shu xatlov to'liq nazoratga olingan bo'lib, navbatdagi reja grafikka asosan ushbu hududlarda ham xatlov ishlari izchil davom etilmoqda. Hurmatli fuqarolar, shuni alohida ta'kidlashimiz joizki, xatlov ishlari fuqarolardan yer uchastkalarini olib qo'yish yoki ularga nisbatan cheklovlar joriy etish maqsadida emas. Aksincha, ushbu jarayon fuqarolarning amaldagi yer va mulk huquqlarini qonuniy asosda rasmiylashtirish, ularning huquqiy himoyalarini kuchaytirish hamda yagona davlat kadastr ma'lumotlar bazasini shakllantirishga xizmat qiladi. Kadastr organlari tomonidan barcha jarayonlar ochiq, shaffof va qonuniy amalga oshiriladi. Fuqarolar uchun qulay sharoit yaratish hamda murojaatlarni o'z vaqtida ko'rib chiqish bo'yicha zarur choralar ko'rilmoqda. Fuqarolar bilan ochiq muloqotlarni yo'lga qo'yish maqsadida har hafta payshanba kuni Xorazm kadastr axborot tizimi Telegram kanali orqali onlayn audio muloqotlar tashkil etilmoqda. Ushbu muloqotlarda fuqarolar o'zlarini qiziqqan savollari, soha mutaxassislari bevosita yo'llashlari hamda tezkor va asos jadvalda olishi mumkin. Shuningdek, fuqarolar sun'iy to'siqlar, qonun buzilishlari yoki korrupsiya holatlari duch kelgan taqdirda quyidagi ishonch telefonlariga murojaat qilishlari mumkin. 1097 kadastr agentligi qisqa ishonch telefoni, 95lik 606 71 71
Kadastr agentligi, Davlat kadastrlar palatasi, Xorazm viloyati boshqarmasi komplians nazorat xizmati 77lik 577 5010 Davlat kadastrlar palatasi, Xorazm viloyati boshqarmasi komplians nazorat xizmati. Ta'kidlab o'tamizki, kelib tushgan barcha murojaatlar qonunchilikda belgilangan tartibda ko'rib chiqiladi. Murojaat qilgan fuqarolar shaxsi ma'lumotlari maxfiy to'liq kafolatlanadi. Hurmatli yurtdoshlar, barchangizni xatlov jarayonida faol hamkorlik qilishda mutaxassislarga zarur ma'lumotlarni o'z vaqtida taqdim etishga chaqiramiz. Bu avvalo sizning mulkingiz, huquqingizni qonuniy asosda shakllantirishga xizmat qiladi. E'tiboringiz uchun katta rahmat.